Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa Zarima opamiz xonadoniga kelib mana chiroyli stol stullarimizni ajoyib Monikalarning Usonovga qilib berdik. 12 tali stollar juda ham ajoyib chiqqan. 3.10 dan kattakon bahaybat bo'lgan, juda ham chiroyli. Sifatlarga kelsak, bularning sifatlari anchagina mustahkam, spinkalari ham baquvvat, arqa tomonlari juda ham chiroyli qilib ishlangan. Shampan svetida bulardan rangdan umuman muammo yo'q. Xo'p, Zarima opa, qanday bo'ldi? Stol stullarimiz yo'qdimi sizga? Bizga yo'qdi. O'ylamizga bizga ham Sifatiga nima deysiz, o'yjon? Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Narxlari qanday ekan? 8.500.000 ekan. Yaxshi, narxlari ham yaxshi, bizga yo'qdi. Xo'p, Xudo xolasa tavsiya berasizmi? O'zimizni o'ylamizga tavsiya berganda, boshqalarga ham tavsiya beraman. Bemalol olaveringlar. Ishonchli, sifatli mahsulot. Bo'ldi, Xudo xolasa sizlarni ham kutib qolamiz. Best Mebel 201 Instagramimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa bundan ham yaxshi zo'r videolar qo'yib boraveramiz. Sizga kattakon rahmat Zarima opa. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling. Xonadonimizga mehmon bo'lganlaring uchun rahmat. Xo'p, mayli. Sog' bo'linglar.